Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'choqlarimiz tayyor upakovka qilingan. Oybekjon, bu o'choqlarimiz nimaga upakovka qilib qo'ydingiz? Assalomu alaykum. Upakovka qilib qo'yishimizning sababi akalarimiz zakaz qilishgan. Germaniyaga 10 ta o'choq zakaz bo'lgan. Mana hozir shu 8 tasi tayyor bo'lib turibdi. Germaniyaga chiqib ketadi bu o'choqlar. Bundan oldin ham chiqardingizmi? Chiqardik, Moskvaga chiqardik, Sankt-Peterburgga chiqardik. Yana qaysi davlatlarga? Yevropadan hozir so'rashib turibdi, xudo xolasa ularga ham chiqaramiz. Bularda hozir 10 ta zakazimiz bor Germaniyaga. Xudo xolasa ertaga kechga bu chiqib ketadi. Ha, demak, bu eski zamonda narsasini yasayapsizlar, Yevropa bizdan ancha rivojlanib ketgan degan gaplar noto'g'ri ekan, adashmasam. Endi hamma har xilda ekanda bu o'choqlar mana. Biz o'shanaqa gap yozganlardan kuch olamiz. O'sha yomon gap yozganlar ko'proq yozinglar. Qancha o'shancha yomon gap bo'lsa, biz o'shancha kuch olib, bundan ham zo'rini yasab chiqaraveramiz. Men qoyil qoldim, juda chiroyli yasalgan, bir gap so'z bo'lishi mumkin bas. Ishlashi ham shunga arziydimi? Albatta ishlaydi. 8li, 6li qalin listlardan qilganmiz. Xudo xolasa 20 yil xizmatlarini qilib beradi. Xudo xolasa uyaltirmaydi.